Bu siz telefoningizga ishlatadigan oddiy telefon himoya shishasi. Bunisi bo'lsa Caseworld. Kelinglar, hozir men sizlarga ikkalasini farqini tushuntirib beraman. Kamerani yaqinroq olib keling. Bu Caseworld himoya shishasi telefondan chiqayotgan zararli nurlardan ko'zingizni himoya qiladi. Hozir men sizlarga buni proba qilib beraman. Oddiy shishani birinchi test qilamiz. Bu ultrafiolet fonar, bu test qog'oz. Ustiga qo'yamiz. Fonar o'zini yoqaman va tushiraman. Ko'rayotgan bo'lsanglar, shishamizni ultrafiolet nurni o'zi o'tkazib yuboradi. Qog'ozimiz ko'karib qoldi. Endi xuddi shu testimizni Caseworld shishasi bilan qilib beraman. Caseworld shishamizni olamiz. Qo'yamiz. Tushiramiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, shisha qo'ymagan joyim ko'k turibdi, shisha qo'ygan joyim oq turibdi. Ya'ni nurni umuman o'tkazgani yo'q. Bu telefondan chiqayotgan zararli nurlardan ko'zinglarni himoya qiladigan maxsus Caseworld himoya shishasi. Caseworld shishamizning glyansiy va tonirovkali variantlari bor. Kommentariyaga telefoningiz modelini yozib qoldirsangiz, sizlarga narxini aytib beramiz.